Siddiqov Bahodir Bo'riyevich Qamashi tuman tibbiyot birlashmasida 30 yildan beri ish faoliyati olib boryapman. Mana shu ish faoliyati jarayonida tibbiyot xodimlariga juda ham qiyinchilik vaqtlari, kechasi bilan uxlamaslik, bemorlarga qarash, ularni parvarishlash, har bir insonning hayoti va uni kelajagi haqida juda ham qayg'urishga to'g'ri keladi. Mana shu davr 30 yil davr mobaynida har xil bemorlar bilan muloqot qilishga to'g'ri keldi. Bizda hozir ko'pgina tibbiyot xodimlari, o'rta tibbiyot xodimlari faoliyat olib bormoqda, ular jonbozlik ko'rsatmoqda bemorlar ustida. Malaka oshirish jarayonida har xil joylarda, har xil tibbiyot kollejlarida bilimlarni oshirib kelmoqda. Shu bilan birga Sharsabz xalqaro tibbiyot texnikumida o'rta tibbiyot xodimlari o'z malakasini oshirib, hozirgi vaqtda o'zimizda ko'pchiliklari amaliyot o'tab bormoqda. Ularning bilimlari, u yerdagi beriladigan bilimlari ancha yaxshiligini, boshqa tibbiyot muassasalariga nisbatan ancha ilg'orligini ko'rdik. Maktabni bitirgan yoshlarga murojaatimiz, agar shu kasbni egallamoqchi bo'lsangiz, mana shu Sharsabz xalqaro tibbiyot texnikumiga hujjatlarni topshirib o'qishlaringiz mumkin.